Rol o'ynayolmayman. O'sha kameraman, jigar. Assalomu alaykum hammaga. Bilasizlar, mazasini ko'ramiz, proyektini yurg'izamiz. Otabek aka Ayvash mana suvni olib chiqqan ekan, dovutchi deb. Vo, onasini emsin. Wow debdilar, lekin ukam hozir olib chiqdi, ichib ko'rdim. Birinchidan wow deydigan darajada emas, ikkinchidan olmani mazasi kelyapti. Semirinki olma bo'ladi-yu, xuddi o'sha olmani mazasi. Endi o'zimni ham bo'lgani uchun, mashinaga aqlim yetmaydi, o'shani mashinaga aralashmayman, lekin tam bo'yicha sal bo'lsa ham tushunganim uchun ichib ko'rdim. Okajon, sizni hurmat qilamiz. Sizga ishonib odam mana shu narsani oladi, lekin dovutchani mazasini his qilmaydi. Qanaqadir olmani sharbatiga o'xshaydi, lekin dovutchi shunday kelib turibdi-da. Undan ko'ra olmani mazasi deb qo'ya qoling, tinchgina. O'sha yoshligimizda yoki misol uchun semirinkalar olmalarni ichamiz, so'q qilamiz, xuddi o'shanaqa maza, ozgina shirasi bor, gazi bor. Shu narsa. Wow deydigan darajada emas, keyin o'zingiz muxlislaringiz maqlasa aldab, boricha yetaveraylik, okajon. Sizga hech qanaqa xusumatimiz yo'q. Sizni bu yerda yomonlash, boshqa qilish emas. Prosta boricha yetaylik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizani kuzatishda davom etinglar.